Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Uyg'ur alimi, oliy muharrir va jamoat arbobi Abbos Burhon apandi mushu oyning 22 kuni Urumchi vaqti kech soat 5 da olamdan o'tdi. Uyg'ur elining ichki sirtida tanilgan olim marhum Abbos Burhon apandi 1932 yil 10 oyda Atushning Iqsaq yezisida bir ma'rifatparvar oilada dunyoga kelgan. Abbos Burhon apandi Xinjiang Pedagogika instituti va Beijing Pedagogika universitetlarida biologiya kasbi bo'yicha ilm tahsil qilgan va Xinjiang Universiteti biologiya fakultetining mudirlik vazifasini o'tagandan sirt yana 12 yil fan texnika jamiyatiga rais bo'lgan. Abbos Burhon apandi o'z hayot musofasida fanni umumlashtirish maqolalaridan 397 parcha e'lon qilgan. U yana ilm-fan sohasi bo'yicha Uyg'ur tilida 10 necha parcha kitob yozgandan sirt tarjima qilgan va takrorlagan kitob va maqolalarning soni 400 parchaga yetgan. Marhum Abbos apandi bilim kuch va fan ham turmush qatorliq ilmiy jurnallarni tunji ta'sis qilgan. 1984 yili Urumchida tunji bo'lib, fan texnik sarayini qurgan. Abbos Burhon apandi yana Amerika, Fransiya qatorliq davlatlardagi universitet va fan texnik tashkilotlarining taklifiga binoan o'tkazilgan biologiya sohasidagi ilmiy muhokama yig'inlarida qurg'oq rayonlardagi yeshillik yezi egiligi nomli ilmiy maqolasini o'qib, alayda yuqori bahoga erishgan. Abbos Burhon apandi yana shu yillari Italiya Rim universiteti va Dunyo nazariya fizikasi tadqiqot markazining raisi, Nobel mukofotiga erishgan fizika olimi doktor Muhammad Abdusalom apandining shaxsiy taklifi bilan ziyoratda va ilmiy faoliyatlarda bo'lgan. Marhumning yana yezigilik sohasi bo'yicha yozgan kitoblari Uyg'ur dehqonlarining dehqonchilik texnikalarining egilishida ilmiy ko'rsatmalik rolni o'ynab, Uyg'ur dehqonlarining olqishiga sazovor bo'lgan. Samaralik hayotini to'limi ma'nilik o'tkazgan olim Abbos Burhon apandi ko'z yumib Uyg'urlar bilan vidolashgan bo'lsa-mu, u o'z yurak qini orqali tiklagan natija obidalari bilan mangu yod etilgusi. Uyg'ur milliy harakati yetakchisi Rabiya Qadir xonimning hayoti tasvirlangan hujjatli film Muhabbatning 10 sharti 26 may Amerika Davlat Majlisi kutubxonasida qo'yildi. Bu faoliyatni Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati bilan Tom Lantos kishilik huquq komiteti birlikda uyushtirdi. Filmni ko'rishga Tom Lantos kishilik huquq komiteti raisi, Amerika Davlat Majlisi a'zosi Jim McGovern qatorliq arboblar qatnashdi. Film qo'yilishdan burun o'tkazilgan marosimda Tom Lantos kishilik huquq komitetining raisi James McGovern Rabiya Qadir xonimning Xitoy hukumatining turli siyosiy besimlarga qaramay ilib berayotgan siyosiy faoliyatlarga yuqori baho berdi. Marosimda yana Amerika Davlat Majlisi a'zosi Frank Walsh so'z qilib, Rabiya Qadir xonimning turli qiyinchiliklar oldida qilich tevranganligini ta'rifladi. Mazkur film 2009 yil kuzda Avstraliyada o'tkazilgan Melbourne xalqaro film festivalida tunji qo'yilgan edi. Film navbatda Colorado shtatida o'tkazilayotgan Tog' film festivalida ko'rsatilmoqda. 5 ayning 22-23 kunlari Yaponiyaning Tokyo va Osaka shaharlarida Uyg'urlarning kelgusi va Yaponiyaning mas'uliyati degan temada muhokama yig'ini chaqirildi. Tokyoda o'tkazilgan yig'inga Tokyo Takashuku Universiteti Yapon madaniyati tadqiqot markazining professori Sikyoka apandi riyosatchilik qildi. Yig'inda oldi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raislari Umar Qanat, Seyit Tumturk va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining boshlig'i Ilhom Mahmud so'z qildi. Osaka shahrida o'tkazilgan muhokama yig'inimi 3 soat atrofida davomlashgan bo'lib, mazkur yig'inda yuqorida ismi atalgan kishilar so'z qilgan. Bulardan boshqa yana Yaponiya Uyg'ur jamiyatining umumiy yig'ini chaqirilgan. Yaqin shoir noyirlik hukumat noyi tavasidagi diniy faoliyatlarga qarata yangi belgilama chiqargan. Mazkur yangi belgilama 10 moddadan tarkib topgan. Belgilamaning 7-moddasida juma namozida kadrlar nazorat qilish, juma xutbasining mazmunini oldi bilan kent partiya yachakisining munosabatli xodimlariga tasdiqlatish talab qilingan. Shundaqla juma namozida bu masjid tavasida bo'lmagan har qanday kishining diniy tabliq qilish cheklangan va sirtdan kelgan har qanday notanish ahvollarni tekshirib aniqlash talab qilingan.
Anqarada Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsandichilikleri doklad berish yig'ini ochildi. Yig'inni Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati uyushtirgan. Bu doklad berish yig'inining 4-qitimligi 5-oyning 23-kuni chaqirildi. Mazkur yig'inda Türk Dunyosi inson haqlari tashkiloti boshlig'i Abdulla Büksür apandi Sharq Turkistonda inson haqlari dafsandichilikleri temasida doklad berdi. Doklad berish yig'inida Anqaradagi universitet o'quvchi-o'qituvchilari, ommaviy tashkilot mas'ullari va har qaysi siyosiy partiyalarning yoshlar yacheykalarining mas'ullari hamda Anqaradagi Uyg'urlardan bo'lib 70 dan ortiq kishi qatnashdi. Tashkilot mas'uli Xayrulla Afandigil ichilish nutqi so'zildi. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati bundan keyin har 15 kunda bir qitim Sharq Turkiston temasida doklad berish yig'ini o'tkazdi ekan. Uyghur elida internet aloqasi asli keltirilgandan keyin 25 odam internetga aloqador jinoyatlar bilan bartaraf qilingan. Tangirtog' to'rining 23-maydagi xabarda ko'rsatishicha, bu uchurlarni Uyg'ur avtonom rayoni Chixi nazorati axborot ishxonasi tarqatgan. Uyg'ur elida internet aloqasi 14-may rasmiy asli keltirilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, yuqoriqilarning hammasi 10 kunga yetmagan vaqt ichida tutilgan. Dairlar bularning ichidagi 2 odamga ma'muriy jihatdan tutib turish jazosi bergandan boshqa 4 nafarga jarimani qo'ygan va 19 odamga tarbiya qilgan. Halbuki bularning millat tarkibi hozircha saqchixonada tutib turilayotgan yoki qo'yib berilganligiga oid aniq xabar yo'q. Gollandiyadagi Uyg'ur yoshlari 21-may Amsterdam shahriga yig'ilib, o'zaro tanishish, hamkorlashish hamda o'rganish shuari ostida fikrlashdi. Shu kuni 30dan ortiq Uyg'ur yigitlari o'zlari tayyorlab kelgan yemeklar bilan tamoqlanib, Gollandiyadagi o'qish va turmush kechirmishlarining turli yo'llari haqida fikr almashtirdi. Jiroq yaqindan kelganlar o'zaro tanishib, do'stlashdi. Velosiped mayiri Tayirjonning mahoratidan zuxlandi. Faoliyat jarayonida Uyg'urcha nashr qilingan turli kitoblar taqtildi. Gollandiyada qurilgan Alg'abas futbol komandasi tanishtirildi. 7 soat davom qilgan bu yig'ilishda yana davomli uchrashib turish, o'zaro o'rganish, hamkorlashish haqida takliflar sunildi. Dünya Uyghur Qurultayı baş katibi Dolqun Aysa apandi vakolatsiz millatlar tashkilotining Italiyada chaqirilgan qurultayga Uyg'urlarga vakolatan qatnashdi. U 4 kun davom qilgan mazkur yig'inda Uyg'urlarning siyosiy vaziyati to'g'risida maxsus doklad berdi. Ma'lum bo'lishicha, yig'inda Uyg'urlarga aloqador qaror ma'qullangan. Vakolatsiz millatlar tashkilotining 10-navbatlik qurultayi 26-may Italiyaning poytaxti Rim shahrida boshlangan edi. Qurultay beshida Vakolatsiz millatlar tashkiloti ijroiya hay'atining yig'ini o'tkazilgan. Mazkur yig'inga Dunyo Uyg'ur Qurultayi bosh kotibi Dolqun Aysa alohida taklif bilan qatnashgan. Xalqaro kechirim tashkiloti 27-may 2010-yillik dunyo kishilik huquq vaziyati haqida doklad e'lon qilib, Urumchi 5-iyul voqeasiga qatnashgan bir qism Uyg'urlarga berilgan o'lim jazosi va izdiraksiz yo'qolib ketish voqealari bilan Xitoy doiralarini aybladi. Doklad yana ba'zi Xitoy amaldorlarining Tibet ruhoniy doisi Dalay Lamani qo'llaydigan davlatlarga embargo yurgizishni tashabbus qilganligini ayblab, Shimoliy Koreya musofirlarini kamsitganligini, ularga iqtisodiy musofir muomalasi qilib, ularning kerakli yordamga erishishiga to'sqinlik qilganligini ilgari surgan. Urumchida yana bir jiddiy ahvolot taqobil turadigan alohida saqchi qismi qurilgan. Xinjiang xabarlar to'rida ko'rsatishicha, mazkur qismga Ushar yo'lboz zarbidor atrati deb nom berilgan. Mazkur atratning xizmat boshlash murosimi 22-may Urumchi Nanqo xalq maydonida o'tkazilgan. Bu alohida saqchi atrati Urumchi ko'chlarida motosikletlik charlash ilib berib, muqimlik saqlash vazifasi o'taydi ekan. Xitoy yerlik doiralari 2009-yildagi 5-iyul Urumchi voqeasidan keyin bir qism harbiy va alohida saqchi qismlarini Uyg'ur eliga ko'plab yo'tkigan edi. Urumchi doiralari bu yil 8-fevral Uyg'ur eliga o'tkazilgan qurolliq saqchi qismlarining bir qismini o'zgartib, Xitoy qurolliq saqchi qismlari 6-tarmoq atratini qurgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim voqealarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.